Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda muhitlarning uyiga Abdulhamdining kelishi bilan bir oila kishilarining aloqasidagi cho'mganligini ko'rib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Do'stlar yana jim bo'lishdi. Bütün aile jimjitlikqa cho'mgan bilan hammaylarning ko'ngli oromida emas edi. Mo'may yotqusi kelmay karvatda badashqon qurib o'tiratdi. Bovay Mo'mayga orqasini qilib yenicha yotadi. Ammo ko'z yumg'a edi. "Dadisi, qanday qilamiz?" dedi Mo'may pichirlab. Bovay o'z-o'ziga gap qilayotgandek javob berdi. "Rostini aytsam, tahi, menmu bilmayapman. Men Abdulhamdini xotirjam bo'lolmayapman", dedi Mo'may bishini tutib. "Xudoyim saqla", dedi bovay yuragi qisiliyotgandek cho'nqur uf tortib. "Rostini aytsam, Ibrohim apandi boshqa bir yerni topsa bo'ladi. U bizdan andish qilmaganmidi? O'zini o'ylasa bo'ladi", dedi Mo'may ziddiyat ichida qolgandek arsaldonlik bilan. "U nima qilsa qilmamdi, turamdi, ketamdi, men bir narsa demayman. Boshqa kelgin ko'ramiz", dedi bovay. "Hammani qodir Alloh qo'ydim. Xudoyim saqla", dedi Mo'may putlarini uzun sunib tomga qarab yotdi. Kalasida xilma-xil soyalar paydo bo'ldi. Keyin bu soyalar jin shayotinlar siyoqida ko'rindi. U jinlarni ko'rmaychu deb ko'zini yumib olgan bo'lsa-mu, ular ko'payib ketdi. U darhol ko'zini ochib o'rildi-da, erini quchoqlayib, "Dadisi, men qo'rqyapman", dedi. Buvay Mo'mayning qo'llarini muloyimlik bilan bo'shqina bisib qo'yib, "Tahiya, qo'rqmag'in, Alloh bizga yor bo'ladi", dedi. "Xudoyim, nimishqimi Ibrohimni biznikiga agilib qo'ygandi? Biz azaldan bundoq yurak zavd bo'ladigan ishni qilib boqmagan edik-ku", dedi Mo'may titrab turib. Buvay xotin tarafga o'rilib, "Mening nimani xiyol qilganimni bilamsan? Men agar Ibrohim o'g'lim bo'lgan bo'lsa, men qanday qilatdim deganni o'yladim", dedi. "Dadisi, undoq shum eg'izni qilmaslar", dedi Mo'may aldirab deyinib. "Mundaqcha aytganda, agar muhit turmadan qochib chiqib, Ibrohimlarning uyiga berib yoshirinib olay desa, uning dadisi qanday qilgan bo'ladi?" Buvay gapini davom qilaverdi. "Sizlar Abdulhamdi nima ish topar deganni o'ylamaylar ha. U beshimizga bir balo bo'ldi. Shu topda soqchilar kelib qolarmikin deb qo'rqib o'zimni yo'qotib qo'yapman", deb erini qaydi Mo'may. Buvay muңlangan holda so'zildi. "Gap mening Abdulhamdini o'ylamaganligimda emas. O'ylab natija chiqarolmayotganligimda. Boya Ibrohimga bu uydan keting demoqchi bo'lgan edim, ammo og'zimdan chiqara olmadim. Chunki men uningga uyimizda turing deb qo'yganda, boshdalar uni uyimizda turg'izmasakmi bo'ptikan. Endi bo'lmay qoldi. Hammaga chidamoqdan boshqa amal yo'q. Agar bizni Abdulhamdi balog'at qilgan bo'lsa, Ibrohimni o'xshashla balog'at qiladi. Endi hammani Xudoga topshirib, boshqa kelgani ko'rayli tahiya. Qo'rqmag'in. Qandaqli bo'lsin, Abdulhamdi jiyan bolamiz. O'z eski bo'lsa-mu, ota-onasi yaxshi. Ibrohimmi yaxshi oilaning bolasi. Bir azimat. Sen azaldan qaysar eding-ku. Hargiz qo'rqma." Buvay bu so'zlarni ko'nglini avundirish uchun qilyotdi. Chunki bo'lg'usi ishlar oiladagi majburiyati, mard haqqoniy odamiylik burchi oldida u tashvishga tushgan edi. Seproy o'rligan edi. Shundoqla yana nima qilarni bilmay qilyotdi. Mo'may bishini uning ko'krigiga qo'yib yig'lavatdi. Yig'lagan faqat Mo'mayla emas. Yandik uyda Navalmu uyin chiqarmay yig'layotdi.
Çaşları yastıqqa xuddi qarlıq yağlıqda yeyilib duratdı. Samiyə xeyliğəcə yığılmay deb özünü tutub aldı. Sığsıq bolğan iç ağırtış və əndişini yuşurub inçikə avaz bilən. "Etqina qani, nimancha yığlaysan?" dedi. "Bu nahaqchilik qada, nahaqchilik!" dedi Naval xuddi chechini yulib oldiganday changallab turib. "Nima nahaqchilik?" so'radi Hadis taqatsizlanib. "Uningga hamma ishda nahaqchilik bo'lyotidi. Uning gunohi nima amdi?" Naval Hadisga qarabmi qo'ymay javob berdi. "U deganing kim?" Samiya singlisining kimni deyotganligini tushunmagan bo'lib olib so'radi. "İbrahim!" Navalning ovozi tushida jo'ylagandek chiqdi. "To'g'ri, uning gunohi bor. Ammo biz nim gunoh qildik?" dedi Samiya uning İbrahimni tilga olganligiga achchig'i kelgandek. Naval Hadisiga qarab qo'ydi-da, yostiqni mushlab turib dedi. "Uning gunohi yo'q. Hukumat dahi uningga xotira munori tiklisi bo'ladi. U degan qahramon. U Angliya g'alchisidan birini o'ltirib-etdi. Mol dunyo yoki jinoyat o'tkazish uchun emas, balki vatan uchun odam o'ltirdi." Samiya jim bo'lib qoldi. Ammo singlisining ko'zlaridan ko'ngildagini bilmoqchi bo'lgandek uningga tikildi. Andin zanglik qilgandek. "Mundaq degin, demak, odam o'ltirgan ish yo'q ekan. Undaqda bizda yaxshi niyatlik yalmavuz chiqibdi-da", dedi. Naval o'rilib dum yetib oldi. Yostiqning ikki beshini tutib aralla. Qiyofatiga qarab uni to'g'ri o'ltiribdi desimu hech kim ishonmaydi. U shundoq salobatlik, adablik ham tortinchoq. Meni ko'rsimi izo tortib ketadi, dedi. Samiya singlisini sergaklashtirmoqchi bo'lgandek, "Uning ko'zlaridan odamning qo'rqisi keladi. Tova, sen uning ko'ziga diqqat qilmadingmi?" dedi. "Uning ko'zi? Uning ko'zi? Rost, men uning ko'zini ko'rdim", dedi Naval o'ndisiga yetib to'g'risiga tikilgan holda. Samiyaning achchig'i keldi. Ammo achchig'ini ichiga yutib, kalpugini chishildi-da, singlisining biligini silkib. "Naval, man qarg'ina, chiroying bir qarab boqay", dedi. Naval tush ko'rayotgandek yotatdi. U xo'sh yoqmagandek Hadisiga qaradi. Samiya uningga tikilib achchig'i bilan. "Oqshomdan beri uni ko'rarga ko'zim qolmadi. Sen yengillik qilib o'zingni toza bilmayapsan. Aytqina, bu zoda nima gap?" dedi. "Sening chattiqing bo'lmasin", dedi Naval boshqa yoqqa qarab so'qoqqina. "Chattig'im bor, unutib qolmag'in. U degan o'limga hukm qilingan istiqbolsiz odam", deb vaqirdi Samiya. Naval xuddi hari chaqqandek seskinib ketdi. Derizidan tushgan g'uva oy nurida Navalning ko'zlari chaqnab ketdi. "Sen bundoq dema, bilib qo'y. Yana shundoq deyishingga yo'l qo'ymayman. Angladingmi?" U shundoq dedi-da, yuzini yostiq chaplab yig'laverdi. Samiya singlisini yelkasidan quchoqlab o'ziga qaratdi va beshini singlisining beshi yiniga qo'yib yotdi. Yuzini singlisining ko'z yoshlaridan ho'l bo'lib ketgan yuziga yiqib azoblangan holda. "Naval, men sendan andish qilyapman. Oilamizni, dadamni, muhitni o'ylayman. O'ylab boqmamsan. Biz qanday qilamiz endi?" dedi. Naval Hadisni quchoqladi-da, unsilib yig'lab ketdi. Samiya Navalni xuddi buvoqlarni papiligandek papilab. "Agar biri sana dada lozimmi yoki İbrahim desa, sen nima deysan?" dedi jiddiy talaffuzda. Naval javob bermasdan Samiyaning qo'ynida tugilib, texmi esa deb yig'lab ketdi. Samiya uni papiladi, muloyimlik bilan ba'zladi. "Bo'ldi qil, Naval, bo'ldi. Obdan singlim, yig'lama, dadam anglab qoladi." Bu kecha bütün oiladagilar tuzuk uxlamadi. Ba'zilar faqatla ko'z yummadi, ba'zilar chala bula uxlagandek bo'ldi. Tong otdi.
Buvay әттегәндә İbrahim белән görüşməylə işqa maڭdı. U g'amkin, bichora qiyofatda bo'lib, bir kechidala 10 necha yosh qiyilib ketgandek ko'rinatdi. Muhit maktabga mang'ucha İbrahim uningga murojaat qildi. Muhit, esingda bo'lsin. Fahmini ko'rsang tezdan qaytib kelib meni xotirjam qil. Darsning tugishini kutma. Muhit xo'sh yoqmagandek holda beshini lingshitib qo'ydi. Uning ko'zoynak taqagan ko'zlaridan tingirqash chiqib turardi. Buludu, dedi u oxirida uning qo'llari titrab, mangzining go'shtlari, burun tushiklari lipildab turardi. Shu topda u xuddi turmaga ketayotgandek ig'ir qadam tashlab chiqib ketdi. Uydagi hayot tunugunkiga o'xshash davom qildi. Naval kelib İbrahimni yuz yuyib olishga da'vat qildi va uningga nihoyat samimiylik bilan qaradi. İbrahim Navalga qaradi, lekin xuddi sinib go'yo jinoyatchidek, ziyonkashiga uchirg'uchining chiroyiga qarsa bo'lmaydigandek darhol yerga qarab oldi. Andin yuyinish uyiga kirib ketdi. U yerdan chiqqanda uningga ya Mo'may, ya Samiya uchirmidi. Ular mendan qasdan qochib yuriydi, shunga salomlashishqimi chiqmidi deb o'yladi İbrahim. Her holda undaq emasdi. Lekin İbrahim, men bu oilani bek osat ahvol tushirib qo'ydim deb o'ylab, bu oiladagilar o'zini ko'rinishda hurmat qilsa-mu, amaliyotda o'zlarini qochirishga boshlaganligiga ishondi. Naval nashtalık qo'yilgan patnosni ko'tarib kirib keldi. Onun tünögünkidek İbrahimni tamoqxonaga taklif qilmaganidan qaraganda, bular uni mushu uydan chiqarmaslikni, bu oiladan chiqib ketgucha mashada g'izolantirish va uxlashini qaror qilgan o'xshaydi. İbrahim ichida kulib qo'ydi. Ularning bu ishlarini tushunishga bo'ludi-da. Naval chiqib ketgusi kelmagandek, uni buni qilib yurdi. Ammo ko'zlari uni har zamon qo'g'daydigandek, butun dunyoning ziyonkashligidan saqlab qolmoqchi bo'lgandek İbrahimga tikilgan edi. U İbrahimning nimani o'ylayotganligini bilmisimu, İbrahimni qo'g'daydi. Uning bundaq azoblanishni, o'z-o'zini qiynashini xohlamaydi. İbrahim gap qilmadi. Uningga qarabmi qo'ymadi. Naval putining uchida dastlab chiqib ketdi. Uning har bir qadam ilishi xuddi biror bahona tepib uning yinida qolmoqchi bo'lgandek nihoyat asta edi. İbrahim tamoqni azroqla yeb g'iqqa bo'ldi. O'zini tilsimotliq dunyoga kirib qolgandek his qiladi. U o'y xiyolini bir yerga yig'ib, keyingi ishlarni, endi qandoq qetish kerakligini, o'zin deb og'ir ahvolga tushib qolgan bu oiladagilarning ishlarini o'ylab beqishqa, Abdulhamdi va u qilmoqchi bo'lgan ishlarni faraz qilib beqishqa tirishdi. Ammo mumkin bo'lmadi. Uning xiyoli chechilgan edi. U har qancha qilibmi chechilgan fikrini yig'a olmadi. Uning xiyoliga o'zining o'tmishi, hozirgi ahvoli va kelgusilar keladi. Agar ilgari u turmini, bunda qechishlarni, dorni va hozirgi bu mushaqqatlarni o'ylab yetgan bo'lsa, Abdurahim Pashoni o'ldiratdimi? İbrahim turmaga kirishdan burun turmini xiyoliga keltirib boqmagan edi. Sirtmoq bo'yniga silinish oldida dor degan narsani bildi. U chaqlarda uning ko'ziga ko'ringini faqat siyosiy saqchi bo'lg'achqa, u saqchilarning o'y fikri va ishlatadigan vositalarini tadqiq qilgan. Ammo ularning keyinda turma, dorning borligini o'ylamagan. Bu balki uning saqchilarni yengilishidagi sirdir. Chunki uningga saqchilar kuch jihatda o'zidan ancha farqlanib ketmaydigandek, hukumatmi o'zi bilan tangdak, hatto o'zi hukumatdan sal kuchlikdek bilingashga, hukumat bilan ilishishga faqat zayrak bo'lsa bo'ldi. Bu xuddi shaxmat o'ynaganda har ikki tarafda raqobatchisi bilmaydigan qurol yo'q bo'lganga o'xshash ish. Hukumatda turma, tutqun, lager va dor yo'q. Ammo menda bo'lsa zeraklik va bir tapancha bor deb o'ylagan edi. Bu balki uning boshqa yoshlardan, masalan, muhitdan farqlanadigan yeri bo'lsa kerak. Muhitmu vatanparvarlikda uningdan qilishmaydi. Ammo muhitning ko'ziga doim turma, dor ko'rinib turdi. Shunga u vatanparvarlik faoliyatlariga passiv pozitsiya tutib, shu orqali o'zini turma va dordan qochirdi. Ammo
İbrahimning nazarida turma va dar deganlar bo'lmag'achqa, ulardan o'zini qochirmasdan aktiv holda vatanparvarlik maydonida turdi. Agar umu turma bilan darni ko'radigan, ko'zda tutgan bo'lsa, balki o'zini qochirib, passiv pozitsiya tutishi mumkin edi. Yo'q, bu gap to'g'ri bo'lmadi. Muhit turma va dardan qo'rqqan, o'zini qo'rqinchaqli qapisiga sulab qo'ygan, qo'rqinchaqlik uni nobud qilgan, ammo İbrahim bu qo'rqinishdan xoli. U har xil turma va dar vahimasidan qutulgan. U turma va darning o'z istiqbolini nobud qilib etishidan qo'rqmaydi. Shunga istiqboli ustida o'ylanib yurmaydi. U ministr, parlament a'zosi, millioner bo'lishni orzu qilmagan, shundaqla o'zining gadoyi mahbus va darga isilg'uchi bo'lib qilishini o'ylamagan. Mana mushu qo'rqinishdan, uning kelgusiga bo'lgan tashvishdan qutulishlar uningga zo'r kuch-quvvat bergan, uni harakat qilishga rag'batlantirgan. Ammo u bugun, hozir bu oilada o'zini hammadan kuchli his qilmadi. Men erkin qahramon debmi o'ltirmadi. Faqat o'zini men bir qochqun degan tuyg'udan qutuldirmoqchi, erkin, xushal, xushxuy his qilmoqchi bo'ldi. To'g'ri, u kulishni xohlaydi. İbrahim g'amkinlik bilan kulimsirdi. O'zining bir yildan buyon kulmaganligi esiga tushdi. Qo'lga ilingandan beri u chin ko'ngildan kulib boqmagan. Turmadagi cheg'ida turmudoshlarining ko'ngli uchun bir necha qitim yolg'ondan bo'lsa kulgan edi, ammo bu oilada u yolg'ondan kulolmadi. Naval qachilarni yig'ishtirg'ili kirganda İbrahim yanala cho'nqir xiyolga petib o'tiradi. U Navalning oyoq tivishini angladi, ammo beshini ko'tarmadi. Belki u bu oyoq tivishni Gundupayning oyoq tivishiga o'xshatgandir. U turmadagi cheg'ida kirgan Gundupayga zodila beshini ko'tarib qaramaydi. Naval arisalda bo'lgan holda İbrahimga birdam qarab turdi-da, patnusni oldi, gap so'z qilmasdan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Yana burilib: "İbrahim efendi, sizni biror ish bearam qilmagandu?" dedi. İbrahim perişan holda javob berdi: "Yo'q, hech ish yo'q." Naval xuddi İbrahimning chiroyidan bilinib turgan azobni bir yo'lila yo'qotmoqchi bo'lgandek, uningga yiqimliq nazar bilan qaradi. "Sizga bir narsa lozimmi?" deb so'radi. "Menga kulki lozim", dedi İbrahim xuddi zangli qilayotgandek. Navalning qo'lidagi patnos silkilinib ketdi-da, uningdagi chishnilar xuddi qechib ketgan mushukning bo'yniga esib qo'yilgan kichik qo'ng'iroqlardek jiringlab to'xtamadi. U İbrahimning azob chekayotganligini sezdi. Bu azob Navalg'imi ta'sir qilib, uning yuragini ezdi. "Ata rosa kulib olasiz, İbrahim", dedi Naval tunji qitim tortinmayla uning ismini atab. Shunday qilib, bu qitimliq roman o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.